Uyingizni aboy qildirmoqsiz. Shoshmay turing. 130 minglar bo'ylar 39 mingdan mana mana shu modellari qo'ygan. Ko'p qolmagan, mana 39 mingdan bitta ruloni 10 kvadrat joyga yetadi. O'zingiz uchun hisob-kitob qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana shu uchta stelajda turgan bo'ylar hammasi super mo'yishchi bo'ladi. 109 mingdan bitta ruloni 10 metrga 10 kvadrat bo'ladi. Bittasi 10 metr 10 kvadratga yetadi. Xo'p, mana bunaqa 2026 da yangi chiqqan dizaynlar. Bularning narxi 250 ming so'mdan. Ko'rishingiz mumkin, oq desangiz oq emas, ranglarni telefon kamerasi qanaqa ko'rsatib beradi bilmadim. Xohlasangiz bunisini ko'ring, qarang. Xo'p, bunaqa narxni olish uchun Instagramga prosta obuna bo'lib qo'yasizlar. Xo'p, bu yerdagilarni ham ko'rsataman, qarang. 350 ming ekan, birinchi narxi, hozirgi narxi 129 mingdan hali ham skidka davom etadi. Bilsanglar, Instagramda mana shu videoni, mana shu aboy qo'yganimda bong'illatadi. Undan tashqari mana oshxonalarga zo'r variantlar bor. Masalan, oshxonalarga mana super mo'ysha bo'lgan mana bunaqalari bor. Xohlasangiz ham ochroq desangiz ochrog'i bor. Mana ochrog'ini ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz mana gulli so'raganlar uchun ko'pchilik mana shunaqa gullilarni xohlaydi mana. O'zingiz uchun ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari yana qanaqasi kerak deylar mana. Xohlasangiz mana buni ko'rishingiz mumkin. Qarang. Mo'shni, chotki, xohlasangiz bularni ko'ring. Mana. Xullas, bu do'kondagi hamma bo'ylar bilasizlar, biz qo'ldan kelgancha narxini harakat qilamiz. O'zi bu narxlar 2025-yil 31-dekabrgacha edi. Lekin biz gaplashib, yana davom ettirish amallab ko'ndirdik. Shuning uchun videoning tagida nomer yozib qoldiraman. O'zingizlar uchun aloqaga chiqib gaplashib olsangiz bo'ladi. Manzilni ham aytib ketaman. Manzil Toshkent, Sergeli indeksda kelaverasizlar. Legrand Home.